Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim hayotiy masalani muhokama qilamiz. Hozirgi kunda pensiya ta'minoti har bir oilaning, har bir insonning moliyaviy barqarorligining asosidir. Ayniqsa, keksa avlod vakillari uchun har bir tiyin muhim, har bir o'zgarish hayot sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Ko'pchiligingiz hozirgi pensiya miqdori inflyatsiya sharoitida uning yetishmasligi, turmush darajasining pasayishi kabi muammolar bilan to'qnash kelayotganingizni juda yaxshi bilaman. Bu o'riqli nuqta, bu haqiqat. Ammo bugun men sizga butun mamlakat bo'ylab milliardlab insonlarning hayotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan juda muhim yangilikni yetkazish uchun shu yerda turibman. Bu haqiqatan ham yaxshi yangilik deb ta'riflanishi mumkin. Hukumatimiz yaqinda imzolagan yangi qaror butun pensiya tizimida jiddiy o'zgarishlarni nazarda tutadi va bu o'zgarishlar bevosita sizning farovonligingizga ta'sir qiladi. Agar siz pensiyada bo'lsangiz, yaqinda pensiyaga chiqish arafasida bo'lsangiz yoki oilangizda pensionerlar bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun mutlaqo zarur va uni oxirigacha diqqat bilan tinglashingiz shart. Bu shunchaki bir xabar emas. Bu sizning kelajagingizga ta'sir qiluvchi rasmiy hujjat. Sizning moliyaviy ahvolingiz, kunlik xarajatlaringiz, hatto nevaralaringizga beradigan sovg'alaringiz ham shu qarorga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borishi kerak. Axir har bir pensioner ushbu yangiliklardan xabardor bo'lishga haqli. Muammoning mohiyati. Oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, avvalo eski tizim qanday ishlaganiga bir nazar tashlaylik. Ko'p yillar davomida pensiya hisoblash va oshirish mexanizmlari ma'lum bir standartlarga asoslangan edi. Pensiyalar asosan davlat byudjetining imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda inflyatsiya darajasini qisman qoplash maqsadida indeksatsiyalanar edi. Bu degani narxlar o'sganida pensiyalar ham ma'lum bir foizga oshirilar edi. Ammo har doim ham bu oshirish inflyatsiyaning real darajasiga mos kelmasdi. Ba'zan esa orqada qolib ketardi. Natijada sizning xarid qobiliyatingiz asta-sekin pasayib borardi. Misol uchun, o'tgan yili 2 million so'm pensiya olgan pensioner agar inflyatsiya 15% bo'lgan bo'lsa, lekin pensiya faqat 10% ga oshgan bo'lsa, u 200 ming so'mga emas, balki 300 ming so'mga ko'proq xarajat qilishi kerak bo'lgan tovar va xizmatlarni sotib olishi qiyinlashar edi. Oddiy qilib aytganda, pulingizning qiymati kamayardi. Bundan tashqari pensiya hisoblash metodikasida ham ma'lum kamchiliklar bor edi. Ba'zi toifadagi fuqarolar, masalan, uzoq muddat mehnat stajiga ega bo'lganlar yoki maxsus sharoitlarda ishlaganlar, o'z mehnatiga yarasha munosib pensiya ola olmasliklaridan shikoyat qilishar edi. Ba'zilarning pensiya miqdori juda kichik edi. Hatto minimal iste'mol savatchasini qoplashga ham yetmasdi. Bu holatda ko'pchilik pensionerlar qo'shimcha daromad topishga majbur bo'lishar. Ba'zan esa sog'liklari yomonlashganga qaramay ishlashda davom etishar edi. Bu ham ularning hayot sifatini sezilarli darajada pasaytirardi. Endi esa eng muhimi, hukumatning yangi qarori bu tizimda tub o'zgarishlarni amalga oshiradi. Qarorga ko'ra, pensiyalarni oshirishda nafaqat inflyatsiya darajasi, balki mamlakatning iqtisodiy o'sishi va aholi farovonligining umumiy darajasi ham inobatga olinishi belgilandi. Bu degani pensiyalar endi shunchaki o'zgarishlarni qoplash emas, balki hayot sifatini oshirish maqsadida indeksatsiyalanadi. Eng asosiysi, qaror bir nechta muhim yo'nalishlarni qamrab oladi. Birinchidan, barcha turdagi pensiyalar, ya'ni yoshga doir, nogironlik va bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyalari uchun qo'shimcha va navbatdan tashqari oshirish mexanizmi joriy etildi. Bu oddiy indeksatsiyadan farqli o'laroq kutilmagan, lekin juda ijobiy o'zgarishdir. Sizning pensiyangizni shunchaki inflyatsiya darajasida emas, balki undan yuqori foizda oshirishga zamin yaratildi. Ikkinchidan, uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lgan fuqarolar uchun asterisk maxsus ustamalar usti joriy etildi. Bu adolat tamoyilini tiklashga qaratilgan muhim qadam. Agar siz hayotingizning ko'p qismini mamlakat rivoji uchun sarflagan bo'lsangiz, endi bu mehnat e'tirofi moliyaviy jihatdan ham o'z aksini topadi. Uchinchidan, minimal pensiya miqdori asta-asta sezilarli darajada ko'tarildi. Bu ayniqsa pensiya miqdori kam bo'lgan, ijtimoiy himoyaga muhtoj toifadagi fuqarolar uchun juda katta yordam bo'ladi. To'rtinchidan, pensiyalar va nafaqalar bo'yicha asosiy hujjatlarni rasmiylashtirish jarayoni yanada soddalashtirildi va elektron xizmatlar ko'lami kengaytirildi. Bu sizga ortiqcha byurokratik to'siqlarsiz o'z haqqingizni olish imkonini beradi.
Bu yangi qaror orqali hukumat pensiya ta'minoti tizimini yanada adolatli, shaffof va samarali qilishga intilmoqda. Endi sizning pensiyangiz faqat o'z-o'zini oqlamaydi. Balki sizga munosib hayot kechirish uchun imkoniyatlar yaratadi. Birinchi asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas keling. Ushbu yangi qarorni batafsil ko'rib chiqaylik va uning har bir bandini tushunarli tilda izohlaylik. Bu qism ayniqsa muhim, chunki aynan shu yerda o'zingizga tegishli aniq ma'lumotlarni topishingiz mumkin. Birinchidan, barcha turdagi pensiyalarning umumiy oshirilishi. Hukumat qaroriga ko'ra, barcha turdagi pensiyalar, ya'ni yoshga doir, nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari joriy yilning masalan 1 sentabrdan boshlab bir marotaba navbatdan tashqari masalan 15% ga oshiriladi. E'tibor bering, bu har yilgi indeksatsiya emas, balki qo'shimcha oshirishdir. Masalan, agar sizning hozirgi pensiyangiz 2 million so'm bo'lsa, u avtomatik ravishda 2 million 300 ming so'mga aylanadi. Bu hech qanday ariza yoki hujjatlarsiz avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Sizga hech qanday harakat qilishning hojati yo'q. Bu to'g'ridan to'g'ri pensiya jamg'armasi tomonidan amalga oshiriladi va sizning keyingi pensiyangiz allaqachon yangi oshirilgan miqdorda hisoblanadi. Kim xavotirlanish shart emas. Afsuski, har doim ham oshirish hammaga bir xil darajada ta'sir qilmaydi. Agar siz allaqachon maksimal pensiya miqdoriga ega bo'lsangiz, masalan, pensiya jamg'armasi tomonidan belgilangan limitdan yugurib pensiya olsangiz, sizning pensiyangiz ham oshiriladi. Lekin bu foiz siz uchun mutlaqo bir xil qiymatga ega bo'lmasligi mumkin. Shu bilan birga, oshirish baribir sizning xarid qobiliyatingizni mustahkamlaydi. Shuningdek, agar siz hali pensiyaga chiqmagan bo'lsangiz, lekin yaqin kelajakda rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu oshirish sizning hisobingizga kelajakda qo'shiladigan pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Chunki pensiya miqdori hisoblanayotganda ushbu yangi bazaviy qiymatlar inobatga olinadi. Ikkinchidan, uzoq muddatli mehnat stajiga ega bo'lganlar uchun maxsus ustamalar. Bu band o'z hayotini mehnatga bag'ishlagan insonlar uchun ayniqsa muhim. Yangi qarorga binoan, masalan, yarmi yil va undan ortiq mehnat stajiga ega bo'lgan fuqarolar uchun pensiyaning asosiy qismiga, masalan, 500 ming so'm miqdorida qo'shimcha ustama joriy etiladi. Keling, misollar bilan ko'rib chiqamiz. Bir asosiy misol ber, Malika opa. Asterisk, 6 yoshli Malika opa umumiy hisobda Aljuchi kolxozda paxta tergan, maktabdan farrosh bo'lib ishlagan, ya'ni uzluksiz mehnat stajiga ega. Hozir u 2 million 200 ming so'm pensiya oladi. Yangi qonun kuchga kirgandan so'ng uning pensiyasi birinchi navbatda umumiy 15% ga oshadi. Bu 2200 ming, yil 2530 ming so'm bo'ladi. Unga qo'shimcha ravishda qara yildan ortiq staji uchun 500 ming so'm ustama qo'shiladi. Demak, Malika opaning pensiyasi endi 2530 ming 3 million 300 ming so'mni tashkil etadi. Ko'rib turganingizdek, bu juda sezilarli o'zgarish. Malika opa endi nevaralariga shirinliklar olishi, o'zining dori-darmonlariga xarajat qilishi uchun qo'shimcha imkoniyatga ega bo'ladi. 2 asrlik misol 2. Ahmad aka, ahli 2 yoshli Ahmad aka zavodda 38 yil ishlagan. Uning staji yarim yilga yetmagan. Ahmad akaning hozirgi pensiyasi 1 million 800 ming so'm. Unga ham umumiy 25% lik oshirish taalluqli bo'ladi. 1 million 800 ming yilga 2700 yil so'm. Biroq u 40 yillik stajga ega bo'lmagan uchun 500 ming so'mlik maxsus ustamani ola olmaydi. Demak, Ahmad aka xavotirlanishi shart emas. Uning pensiyasi ham oshiriladi. Lekin Malika opa kabi qo'shimcha ustama unga berilmaydi. Bu yerda kim xavotirlanishi kerak? Bu toifadagi fuqarolar pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zlarining mehnat stajini yana bir bor tasdiqlashlari talab qilinishi mumkin. Agar sizda mehnat stajini tasdiqlovchi hujjatlarda, masalan, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari biron bir kamchilik bo'lsa, siz ushbu ustamani olish uchun qo'shimcha harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu holda sizga bevosita pension fondiga murojaat qilish tavsiya etiladi. Uchinchidan, minimal pensiya miqdorining sezilarli darajada oshirilishi. Yangi qarorga ko'ra, minimal yoshga doir pensiya miqdori masalan 800 ming so'm etib belgilandi. Bu degani, agar sizning hozirgi pensiyangiz ushbu miqdordan kam bo'lsa, u avtomatik ravishda 800 ming so'mga ko'tariladi. Bu ayniqsa mehnat staji kam bo'lgan yoki umuman yo'q bo'lgan, faqat ijtimoiy nafaqa oladigan shaxslar uchun juda katta yordam. Misol uchun, Dilfuza xola umrining ko'p qismini uy bekasi sifatida o'tkazgan
va jami 7 yillik rasmiy mehnat stajiga ega. Hozir u 6,5 ming so'm pensiya oladi. Yangi qonunga ko'ra uning pensiyasi avtomatik ravishda 800 ming so'mga ko'tariladi. U uchun bu 1,5 ming so'mlik qo'shimcha daromad. Bu uning kunlik ehtiyojlarini qondirishda ancha yordam beradi. 2 asterisk misoldir Botir aka 70 yoshli Botir aka nogironlik pensiyasi oladi. Uning miqdori hozir 70 ming so'm. Uning ham pensiyasi minimal miqdorga. Ya'ni 200 ming so'mga yetkaziladi. Bu uning dori-darmon xarajatlarini qoplashda ancha yordam beradi. Kim xavotirlanishi shart emas. Agar sizning pensiya miqdoringiz allaqachon 200 ming so'mdan yuqori bo'lsa, bu band sizga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmaydi. Siz avvalgi 15% umumiy oshirishdan foydalanasiz. Minimal pensiya miqdorining oshirilishi birinchi navbatda eng kam ta'minlangan qatlamni himoya qilishga qaratilgan. 4-dan pensiyalar va nafaqalarni rasmiylashtirish jarayonini soddalashtirish. Bu band hozirgi kunda pensiyaga chiqish arafasida turgan yoki pensiya turini o'zgartirmoqchi bo'lganlar uchun juda muhim. Yangi qarorga muvofiq pensiya hujjatlarini taqdim etish va ko'rib chiqish muddati qisqartirildi. Endi siz ko'pgina ma'lumotlarni yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali onlayn taqdim etishingiz mumkin. Bu esa vaqt va asabingizni tejaydi. Pensiya jamg'armasi shuningdek davlat organlaridan zarur ma'lumotlarni mustaqil ravishda so'rab olish tizimini kengaytirdi. Bu degani sizdan ko'proq ma'lumotnomalar talab qilinishi kamayadi. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, qaltishatlar va noaniq nuanslar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi bu yangi qarorda ham bir qancha istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan qaltishatlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizga kelajakdagi muammolarning oldini olishga yordam beradi. 1. Uzoq muddatli mehnat staji ustamasi bo'yicha nuanslar. Asosiy stajni hisoblash. Asosiy yuqorida aytib o'tilgan 7 yillik stajni hisoblashda ba'zi xususiyatlar mavjud. Masalan, ba'zi turdagi ish davrlari, harbiy xizmat, oliy ta'lim muassasalarida o'qish, nogiron bolani parvarish qilish davrlari stajga qo'shilishi mumkin. Ba'zilari esa qo'shilmasligi mumkin. Sizning mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvning qonuniy kuchini pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan aniqlashtirishingiz zarur. Agar sizda stajga oid hujjatlar to'liq bo'lmasa, ustamani olishda kechikishlarga yoki umuman berilmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Qiyin stajlar. Ish sharoitlari og'ir va zararli bo'lgan joylarda ishlagan fuqarolar uchun stajni hisoblashda koeffitsiyentlar qo'llaniladi. Masalan, 1 yil 2 yilga hisoblanishi mumkin. Bu turdagi stajga ega bo'lganlar uchun ham 4 yillik chegara hisoblashda o'ziga xosliklar bo'lishi mumkin. Sizga bu masalani shaxsan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib aniqlashtirish tavsiya etiladi. Arizasiz berilmaslik xavfi. Asterisk garchi ko'plab o'zgarishlar avtomatik bo'lsa-da, aynan 4 yillik staj uchun ustama ayrim hollarda sizning murojaatingiz asosida ko'rib chiqilishi mumkin. Pensiya jamg'armasi sizning stajingiz to'g'risidagi barcha ma'lumotlarga ega bo'lmasligi mumkin. Masalan, arxivda saqlangan eski ma'lumotlar. Shuning uchun agar siz o'zingizda 4 yildan ortiq staj bor deb hisoblasangiz, ammo pensiya jamg'armasidan bu haqda ma'lumot kelmasa, o'zingiz borib tekshirishingiz zarur. 2. Ishlayotgan pensionerlar uchun istisnolar. Hozirda ishlayotgan pensionerlarning pensiya miqdoriga kelsak, yangi qaror ularning pensiyalarini oshirishga da ta'sir qiladi. Lekin ba'zi hollarda ularning pensiyalari ish haqi bilan birgalikda to'liq indeksatsiyalanmasligi mumkin. Odatda ishlayotgan pensionerlarning pensiyalari faqat ma'lum bir miqdorga oshiriladi yoki ba'zi imtiyozlar ularga tatbiq etilmasligi mumkin. Ushbu qarorda aniq ko'rsatilgandek, ishlayotgan pensionerlarning pensiyalari ham umumiy tartibda 15% ga oshiriladi. Lekin maxsus ustamalar, masalan, 20 yillik staj uchun to'liq yoki qisman hisobga olinishini aniqlashtirish talab etiladi. Ba'zi mamlakatlarda ishlayotgan pensionerlar uchun faqat bir tomonlama oshirish qo'llaniladi yoki ish haqi miqdoriga qarab pensiya oshirish foizi farq qilishi mumkin. Bu nuansni mahalliy pensiya jamg'armasidan bilib olish muhim. Qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin bo'lgan holatlar. Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, familiya, ism, pasport ma'lumotlari. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazasida bu yangiliklar aks etmagan bo'lishi mumkin. Bunday hollarda sizdan yangi hujjatlarni, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgartirish haqidagi ma'lumotnoma taqdim etish talab qilinishi mumkin. Agar siz chet elda ishlagan bo'lsangiz va bu stajni hisobga olishni istasangiz,
xalqaro shartnomalarga muvofiq tegishli hujjatlarni taqdim etishingiz shart. Bu jarayon ancha murakkab bo'lishi mumkin va qo'shimcha vaqt talab qiladi. 4. Navbatdagi oshirishlar bilan bog'liq noaniqliklar. Bu oshirish bir martalik, navbatdan tashqari oshirishdir. Bu kelgusida har yili inflyatsiya hisobiga amalga oshiriladigan indeksatsiyalarni bekor qilmaydi. Ammo ushbu oshirish kelgusi indeksatsiyalar uchun yangi bazaviy nuqta bo'lib xizmat qiladi. Ya'ni keyingi oshirishlar allaqachon ushbu yangi yuqori pensiya miqdoridan hisoblanadi. 5. Potensial byurokratik to'siqlar. Garchi soddalashtirish va elektron xizmatlar joriy etilgan bo'lsa-da, ba'zi hollarda pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlarida byurokratik to'siqlar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, hujjatlarni ko'rib chiqish muddati cho'zilishi, qo'shimcha ma'lumotlar talab qilishi yoki xodimlarning yangi qoidalardan to'liq xabardor bo'lmasligi kabi holatlar uchraydi. Bunday vaziyatlarda sabr toqatli bo'lish va o'z haqqingizni himoya qilish uchun yuqori tashkilotlarga murojaat qilishdan tortinmaslik muhim. 6. Kommunal xizmatlarga ta'siri. Pensiya miqdorining oshirilishi bir tomondan ijobiy, lekin boshqa tomondan ba'zi pensionerlarga beriladigan kommunal xizmatlar uchun imtiyozlarga ta'sir qilishi mumkin. Ba'zi imtiyozlar, masalan, kam ta'minlanganlik bo'yicha subsidiya sizning umumiy daromadingizga bog'liq bo'ladi. Agar pensiya miqdori o'sishi natijasida sizning umumiy daromadingiz belgilangan chegaradan oshib ketsa, bu imtiyozlarni yo'qotishingiz mumkin. Bu holatni mahalliy hokimiyat organlari yoki tegishli kommunal xizmat ko'rsatish tashkilotlarida aniqlashtirishingiz zarur. Ushbu nüanslarni bilish sizga yangi qonunning barcha afzalliklaridan to'liq foydalanishga yordam beradi va kutilmagan muammolardan himoyalaydi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qism sizning harakatlaringiz ketma-ketligi. Hukumat qarori o'z-o'zidan amalga oshishini kutib o'tirmasdan o'z haqqingizni to'liq olish uchun nima qilishingiz kerakligini bilishingiz shart. 1. Hujjatlaringizni tartibga soling. Pasportingiz, amaldagi pasportingiz muddatini tekshiring. Agar eskirgan bo'lsa yoki ma'lumotlarda xatolik bo'lsa, uni almashtirishga shoshiling. Pensiya guvohnomangiz. Astirish uning haqiqiyligini va undagi ma'lumotlarning to'g'riligini tekshiring. Mehnat daftarchangiz, agar sizda 4 yillik stajga ega bo'lsangiz, mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvning aniqligini, muhrlar va imzolar mavjudligini diqqat bilan ko'rib chiqing. Agar biror joyda chalkashliklar, o'chirib yozishlar yoki tushunarsiz yozuvlar bo'lsa, darhol shu korxona joylashgan joydagi arxivga yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qilib aniqlik kiritish uchun ma'lumotnoma olishingiz zarur. Bu ayniqsa ustama olishda juda muhim. Astirish arxiv ma'lumotnomalari. Agar sizda mehnat stajiga oid ma'lumotlar mehnat daftarchasida to'liq aks etmagan bo'lsa, masalan, korxona tugatilgan bo'lsa, tegishli arxivdan ma'lumotnoma olishingiz kerak bo'ladi. 2. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilish. Astirish kim murojaat qilishi shart emas. Astirish. Agar siz faqat umumiy 15% oshirishni kutayotgan bo'lsangiz va sizda 4 yildan ortiq staj bo'lmasa yoki minimal pensiyadan yuqori pensiya olsangiz, sizdan hech qanday harakat talab qilinmaydi. Oshirilgan pensiya avtomatik ravishda keyingi to'lovda sizning kartangizga yoki naqd pulda yetkaziladi. Kim murojaat qilish kerak? Agar siz 4 yildan ortiq mehnat stajiga ega bo'lsangiz va qo'shimcha ustama olishga haqli ekanligingizni hisoblasangiz, lekin sizga bu vaqtda hech qanday xabar kelmasa, agar sizning pensiya miqdoringiz yangi belgilangan minimal pensiya miqdoridan kam bo'lsa, ammo unga avtomatik ravishda yetkazilmasa, agar sizning pensiya hisobingizda xatolik yuz bergan deb gumon qilsangiz, agar sizning stajingizni hisoblashda oldin biron bir muammo bo'lgan bo'lsa, 3. Qayerga murojaat qilish kerak? Pensiya jamg'armasi hududiy bo'limi. Birinchi navbatda yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga shaxsan borishingiz kerak. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali. Siz bu portal orqali onlayn ariza berishingiz, ma'lumotnomalar olishingiz va murojaatingiz holatini kuzatishingiz mumkin. Bu juda qulay usul va ko'p vaqtingizni tejaydi. Www.my.bot.kop o'z manziliga kirib, tegishli bo'limni tanlashingiz mumkin. Xalq qabulxonalari. Astirish. Agar pensiya jamg'armasi bilan masalani hal qila olmasangiz, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonalariga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizning murojaatingizni ko'rib chiqishga yordam beradi. 4. Murojaat uchun nimalar kerak bo'ladi? Shaxsiy guvohnoma, pasport, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi asli va nusxasi,
Agar mavjud bo'lsa, stajni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, arxiv ma'lumotnomalari, ishdan bo'shatilganlik haqidagi buyruqlar nusxalari va haka yozma ariza pensiya jamg'armasi namunasi bo'ladi yoki uni o'zingiz erkin shaklda yozishingiz mumkin. Arizada pensiya miqdorini qayta hisoblashni so'rashingiz va buning sababini ko'rsatishingiz kerak. Masalan, hukumatning qaror raqami va sanasi bo'yicha imtiyozli ustama yoki minimal pensiyaning oshirilishi munosabati bilan. 5. Qachon murojaat qilish kerak? Yangi qaror masalan, iyun sentabrda kuchga kiradi. Shu sanadan boshlab siz murojaat qilishingiz mumkin. Imkon qadar tezroq harakat qilish tavsiya etiladi. Chunki dastlabki kunlarda pensiya jamg'armasi bo'limlarida navbatlar ko'p bo'lishi mumkin. 6. Qo'shimcha maslahatlar. Shoshilmang, lekin kechikmang. Har bir harakatingizni o'ylab qiling, ammo keraksiz kechikishlarga yo'l qo'ymang. Asterisk ma'lumotlarni tekshiring. Sizga beriladigan har qanday ma'lumotni, ayniqsa raqamlarni sinchiklab tekshiring. Agar tushunmasangiz, so'rashdan uyalmang. Asterisk yozma murojaat. Har doim yozma murojaat qilishga harakat qiling va uning nusxasini o'zingizda saqlang. Qabul qilinganligi haqidagi shtamp bilan. Bu kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni hal qilishda sizga yordam beradi. Xulosa, yakuniy chora. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, hukumatning bu yangi qarori pensiya ta'minoti tizimida juda katta va ijobiy o'zgarishlarni olib keladi. Bu shunchaki mayda tuzatishlar emas. Balki pensionerlar hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar paketidir. Umid qilamanki, bugungi videomiz sizga ushbu o'zgarishlarni to'liq tushunishga, o'zingizga tegishli bo'lgan imtiyozlarni aniqlashga va ulardan to'g'ri foydalanish uchun qanday amaliy qadamlar qo'yish kerakligini bilib olishingizga yordam berdi. Unutmang, bu sizning haqqingiz va uni olish uchun ba'zida faollik ko'rsatish talab etiladi. O'zingizning haqqingizni bilish va uni talab qilish har bir fuqaroning burchidir. Yangi tizim yanada adolatli va shaffof bo'lishiga qaramay, individual holatlarda tushunmovchiliklar yoki byurokratik to'siqlar yuzaga kelishi mumkin. Shunday vaziyatlarda bugun bergan maslahatlarimizga amal qilib, o'z huquqlaringizni himoya qilishga harakat qiling. Ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lganiga ishonaman. Agar sizda savollar paydo bo'lgan bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Men va jamoamiz imkon qadar har bir savolga javob berishga harakat qilamiz. Videoni qanday baholaganingizni ham yozib qoldiring. Fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Va albatta, ushbu videoga like bosishni hamda kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq insonga yetib borishi va ularning hayotini yaxshilashga yordam berishi uchun juda zarur. Kelajakda yana shunga o'xshash muhim va dolzarb mavzularda uchrashguncha xayr. E'tiboringiz uchun rahmat.